Hürmetli konuşaçılar, hürmetli güreşçiler, trainerlar. Bugün bu Россия герои Владимир Николаевич Сталин o'tkazilgan taraqqiyot traditsion turnirning ochilishida sizning baribir birinchidan семьи, супруги, дочки, маме, eski patron Albert Elizarevich zo'r edi, ishtimonsiz, zalımızda bir motor. Ki anlamda mehmine bana bir kişilik tamamlar gelgen. Karasınalarına. Bunlarına bakmak işlerine söylesem de söyleyebilirim bunu. Şuna göre у меня пожелание только один. Приедете домой, там в школе родителям всем большой привет скажите от Федерации Краш. Я вам желаю всем, желаю только крепкого здоровья, счастья, bizde Krashning ikki qahramon, bizning respublikamizda 620 yoshlar o'tkazildi. Yoshlar, mana bu yoshlarimizni agarda qatnashuvchilar sonini solishtirsa, dunyo chempionatidan bir yo'lga Xudoga bizning imkoniyatlarimizni kurashga kirgan. Bizning bu kurashimiz bizning xalqimizning yashash rivojlanishi o'rniga. Ularning hozirlardan ularning tarixiga kelgan uzoq vaqtlardan keladi. Bizning maqsad shu kurashni obodonlashtirish ham jondan